qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Qo'limdagi avtomobil kaliti egasi avtohalokatda vafot etmaganida navbatdagi murojaatchining o'g'li onasiga qarshi chiqmagan bo'lardi. Qaynona kelin janjaliga sabab bo'lgan mashinani deb farzand o'z onasiga qarshi chiqmoqda. Assalomu alaykum. Onadan kechgan farzand mavzusida bugun ochiqchasiga gaplashamiz. Assalomu alaykum. Marhamat. Tushunishimcha, eringiz vafotidan so'ng kelinlik uyingizdan ketishga majbur bo'lgansiz. Oldindan bo'lardi hayotimda urushgandan. Mana shu 5 nafar farzandim deb turmush o'rtog'im yaxshiligi uchun shu oilada yashardim. Umuman qaynopamlar qo'yishmasdi meni uyda. Bolamni menga berishmasdi. Radomdan keldim, chaqalog'imni olib 3 kun chilla saqlamas ko'chaga farzandlarim boqish uchun arava suzib chakka yig'ib yurardim. Meni qo'yishmasdi. Nima uchun men farzandlarimni dunyoga keltiraman, farzandlarimni mendan nari qilardi. Meni haqoratlardi, multani derdi. Misol uchun mana shu oilada qaynopam. Qaynopangiz. Qaynopam. Men shu xonadonga kelin bo'lib, farzandlarim boqish uchun ko'cha chakka yig'ib, arava sudrab yurish uchun men multani bo'ldimmi? Men farzandlarimni umuman menga yaqinlashtirmasdi. Qiynalardim, juda qiynalardim. Tishimga qo'yib shular bilan yashadim. Oxiri turmush o'rtog'im vafotidan so'ng qaynopamlar to'g'risi sigaret chekib, ichimliklar ichardi. Men ko'chada tegirmonga borib 2 qop unda aravada olib kelsam, qaynopamlar chakki qilib o'tirdik, qurt qilamizda o'zim shuni. Shu bilan hayot kechiramiz. Kelsam, meni g'iybatimni qilib o'tirdi ekan, lekin eshitsam ham eshitmaslikka soldim. Qo'limda 9 oylik, 10 oylik chaqalog'im bordi. Shunday ki nima uchun menimdek gapiryapsizlar deb aytgan gapim bu. Shunday keldida eshikni oldiga shunday o'tirdim, qo'ni-qo'shnilar hammasi eshitdi. O'sha paytda Gulnora qaynopam meni kelib tivolab ketdi. Qaynopamlar ham, qaynisingillarim hech qaysi meni qutqara olmadi. Qaynopa deb tushunishimcha marhum turmush o'rtog'ingizni opasini aytyapsiz, to'g'rimi? Qaynonangiz bormilar? Qaynopam o'tdilar. Qaynonangiz. Qaynonam o'tdilar, ha. Aha. Yana kim bor? Ikkita shu uyda qolsa qaynopamda. Shu kishi oldindan azal mana shu bizni chiqishtirmaydigan shu qaynopam. Tushunarli. Farzandingiz demak ammasi bilan? Ammasi bilan. Nima uchun unga mehri ko'proq? Tushunishimcha, farzandingiz katta o'g'lingiz-a? Katta o'g'lim. Ammasini ko'proq yaxshi ko'radi sizdan ko'ra. Nima uchun? Nima uchunmi? Chunki chaqaloqligida aytayapman-ku, misol uchun men mana uyda yotsam, qaynonam menga farzandimni bermasdi, beshikda bu uyda olib yotardi. Yig'lasa chaqirib, chiqib turib, emizib chiqardim-da yana yotardim. Ertalab misol uchun ko'chaga arava sudrab chakka yig'ishga chiqardim. Meni bag'rimga bostirib bolalik anasini ko'rmadim shu bolalarni. Emizardim, lekin qanday qilib emizukli bola boshqa xonada yotishi mumkin? Sal ishonarli gap gapiring. Men mana uyda turmush o'rtog'im bilan yotsam, mana uyda qaynonam yotarmidi, beshikni bermasdi menga. Mana shu bolamni mana shunday qilib katta qilgan. Nechta farzandingiz bor? 5 ta. 5 tasidan bittasini shunday qilishganmi? Qolganlarini ham shunday qilishgan, lekin bolamni bag'rimga bosib erkalolmaganman farzandlarimni. Va o'sha demak qayni opangiz bilan bo'lgan munosabat janjal tufayli uydan ketishga majbur bo'lgansiz, shundaymi? Xudoni o'zi boshqarib, shukr deyman. Menga faqat farzandim oldimga qaytsin. Men farzandimdan voz kechmayman. Kechasi farzand yig'lardi, taqillatardi, batareyani urardi, taqla chiqardim, emizib chiqardim. Lekin mendagi ma'lumotlarga ko'ra, siz 4 yil davomida farzandingizni ko'rishga ham uylariga bormagan ekansiz. Borganman, maktablargacha borganman, xudo bor tepamda. Tug'ilgan kunida podarkalar olib bordim. Qaynonam aytdi, "Qirg'iz bechorani kelibdi" dedi. Darvozadan etarib chiqarib yubordi. Endi uyga bora olmagandan keyin majburman maktabga bordim. O'sha yerga ham eshitdi, kim aytgan bilmayman. Ustozlarim qo'rqadi, sudga beradi, bizni qo'ying. Qachon o'g'lingiz voyaga yetib o'zini nosini aqlini bilgandan keyin qaytib boradi dedi. Unga yuragim dosh bermaydi. Ilojim yo'q, boraman. Kechirasiz-u,
yig'lamang. Farzandingiz shunchalar ko'ngli sovib ketishida nima sabab? Shu qaynopamlarni men. Xo'p, ular mehr berishibdi, siz bermaganmisiz? Men ham qaraganman, yonida olib yotganman. Mana taxta terim paytlari kechki bozorlar bo'lardi, bilsangiz. Ana shunga o'g'lim bilan arava sudrab bozorga chiqardim. Yonimda olib, 9-10larda bozordan qaytardim, aravachaga o'g'limni olib chakka yig'ishga borsam ham yonimda shu bolalarim bilan boradi. Hech qachon yomon gapirmaganman, urushmaganman. Oq yuvib, oq taradim. U faqat katta farzandlarimi? Katta farzandlar. Katta farzandingiz, lekin baribir har bitta farzandda onalikka mehr bo'ladi-da, baribir bo'lishi mumkin emas. Umuman bo'lmaydi degan narsa. U jabr ko'rganlar ham hattoki onam deydi-da, nechtasini ko'rganmiz. Bu yerda qanaqadir balkim yana ham qanaqadir sabab bo'lgandir deb o'ylayman. Nimadir bo'lgandir, o'zidan o'zi faqatgina kimnidir gapi bilan yuz o'girishi sal noto'g'riroq. Yomon ko'rib qolishiga bir sabab bordir. Ongini zaharlagan, chunki men to'g'ri yuraman, to'g'ri turaman, farzandlarim oq yub, oq tarayman, ya biron xiyonat qilmasam, shu oilada bo'laman, misol uchun. Agar men yomon yo'lga kirib yo farzandlarimni urib, so'kib yo ko'chaga qo'ysam ekan, men unda onalikdan mahrum bo'lsam, uni ongini zaharlab, men bilan yurgizmasdi. Faqat o'sha ammalar yetarardi. Qonun bo'yicha onalikdan mahrum bo'lganmisiz? Ha? Yo'q-ku, to'g'rimi? Bemalol ko'rishingiz mumkin edi-ku demoqchiman. Bemalol ko'rishi mumkin edi, Ko'chada lekin yuradi, aylanadi ko'chada baribir kichkina bo'layotganda, ko'chada ko'rish mumkin. ko'raman, bag'rimga olib bosaman, ish huquqingiz bor demoqchiman-da, haq huquqingiz bor ko'rishga. Haq huquqim bor-da, ko'rishga ham dashi qo'ymasdi-da, ular gaplashtirgan. Qorovul bo'lishlari mumkin emas-ku, bolaga o'sha onasi kelmasin deb sutkasi 24 soat qorovul bo'lishligi ham sal Mana yana sizga bir anon aytib beray, farzand yo'q qaynopamda. Mana hali 1-sinfga ham bormagan qizim Ruxshonani berdim. Shular bilan yurdi, turdi. Kelsa annasi bilan, dadasi bilan ko'rishardi. Men bilan ko'rishmasdi. Nariyoqqa chiqib yig'lardim. Nega ko'rishmayapsan desam, ammam urishadi, opajon derdi. Hozir ana shu qizim qo'rqoq, sal gapirsangiz yig'laydi. Bola sizdan sovigan, bolani sizdan yashirishgan bo'lsa, mendagi hujjatlar bo'yicha sizda biron bir tegishli tashkilotga bola bilan uchrashish yoki bolani olish to'g'risida qilgan murojaatingiz yo'q. Faqat mol-mulk, meros. Bolaniki ham bor. Qani bola bilan uchrashish to'g'risida siz sudga murojaat qilganmisiz? Oqoltinda sudga bo'lganman, ko'rib turish deyilgan, ijrochilar bilan 1-2 marta bordim. Lekin ular yo Samarqandga ammasinikiga ketdi dedi. Qo'shnilardan so'rasak, shu yerda yuradi dedi. 2-3 marta bordim. Nega bolani olish, tarbiyangizga olish to'g'risida javob bermagansiz? Men qarang, hamma tarafda o'ylaganman. Mayli, meni xo'jayinim bitta yolg'iz, annasi bor, annasiga mayli shu qaynonamni ham o'ylab shu siqilmasin, yig'lamasin. Men ham onadir. Shuning uchun uni qaynonam borligi uchun shunday qildim. Ko'rib turish kerak. Men ham misol uchun voz kecha olmayman bolamdan. Menga ham ko'rsattirsin, qaynonamni ham ko'rib tursin. Aynan bu vaziyatga Ozoda opaning singillarini ham o'z munosabati bor. Uning fikricha nohaqliklar juda ko'p bo'lgan. Ijozat bersangiz men studiyamizga Ozoda opaning onalarini taklif qilamiz. Ularning bu vaziyatga fikrlari umuman boshqacha va ularning fikrlaricha nohaqliklar juda ko'p bo'lgan. Marhamat, taklif qilamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Marhamat. Tushunishimcha, kuyovingiz vafot etibdilar, qudangiz ham. Faqat demak, qayni opalari bor. Ular bilan qandaydir murosa qilib, kelishib ko'rib, muammo nimada ekanligini bilish uchun, qandaydir farzandlari bilan munosabatlar yaxshi bo'lish uchun siz harakat qildingizmi? Harakat qilganman. Aha. Bu endi farzandimiz har kim o'ziga yarasha orzu havasi, niyatlari bo'ladi. Endi biz ham mana shu orzu havas qilib, shu onalar bilan qudanda bo'lganmiz. Kuyovim yaxshi edi. Borish kelishimiz ham yaxshi edi. Xudo xola ham yaxshi edilar. Endi 13 yil yashadi. Bu yaxshi yashadi. Endi orada bu qizim 1 yilda bir marta borardi. Masalan, biznikiga-da. Shunda menga oilam unday, yo oilam unday deb menga hech murojaat qilmasdi. 1 yilda borganda ham 1 kun turardi. 2-chi kun keyin ketardi. Men ona emas. Shu bilan yaxshi hayot kechiryapti. Men endi men ham turmush o'rtog'im o'tgan. 6 ta farzandim bor. Xo'p, tushunarli. Nabirangizni sizga munosabati qanday? Men oldin borganimda yaxshi munosabatda bo'lardi. Hozirchi? Hozir endi
yaxshi munosabatda emas. Ana shu kuyovim o'lganda men Ular qanday ko'radi? kuyovim o'lgandan keyin men 14 kun o'sha yerda turdim. Qizimni oldida-da. Aha. O'sha 14 kun turganimda bu 13 yil qanday azobda yashaganini 14 kun yashab ko'rdim. Keyin yashab o'shalardan o'qigandan keyin ko'rdimki, farzandlari ham bularga bu onasiga munosabati yaxshi emasligini ko'rdim. Nima uchun? Bu qaynopchalari, men endi ochiq mana shuncha onani oldida aytay. Bu Xudodan kelgan ajal o'g'lim. Xudodan kelgan ajalga sababchi meni qizimni ko'rdi. Sen o'ldirding dedi. Bolam o'lgancha sen o'lmaysanmi dedi. Men o'sha oldida turib qiynalib ketdim. 14 kun yashab. Bir emizakli bolasi bor edi. Ana shu bolani ham aytardi. Sen tug'ildingmi, meni bolam o'ldi. Sababsan derdi. Sen o'lgan, o'g'lim o'lgancha sen o'lmaysanmi derdi. Men 14 kun o'sha yerda turdim. Men qizimni azobda ko'rdim-da. Masalan, menga undaysan, bunday ro'zg'orim deb hech qachon aytmagan. Ana shu 14 kun yashab ko'rdim ularni, qanday onasini. Hozir qayerda yashayapti Otaxon? Bu biznikida. 5 ta bolasi bor, 4 ta Ha, bolasi bor. 14, biz hozir 14 ta jonimiz. 2 ta kelinim bor, 2 13 o'g'lim. yil turmush qilgan ekan xo'jayini bilan. 13 yil. 13 yil turmush qilgan xonadondan qanday qilib bular u yoqqa siznikiga borib qoldi? Mazam bo'lmash urushgan. Buni mazasi bo'lmadi. Men o'sha kuyovim o'lgandan keyin 14 kun turdim qizimni anosidan. 14 kundan keyin kelganimdan keyin o'sha marakalarni bilan o'tkazib kelganimdan keyin o'zim mazam bo'lmadi. Shu bilan doktorga yugur qildi bolalarim, 2 ta o'g'lim bor. Shu bilan operatsiya bo'lib qoldim. Lekin keyin bular bunga yeta olmadim. To'g'risida men uzoqqa yurish mumkin emas edi. Men o'zim o'rnimdan tura olmasdim. Uyingizda joy bormi hozir bularni yashab turishlariga, sharoitlaringiz yaxshimi? O'sha endi 14 ta jon biz yashaymiz bizlar. Uy sharoiti bizda bor, e'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. Bir minut Hozir oydinlik kiritib olaylik, auditoriya tushunarli bo'lishi uchun Ozidopaga. Mendagi hujjatlarga ko'ra siz bolalaringizni tashlab ketgan ekansiz. Tashlab ketmaganman. Sud qarorida yozilishicha siz bolalaringizni tashlab qizlik uyingizga ketgan ekansiz. Haydab olishganda deb. Haydagan meni. Emizak qolganmi bu yerda? yo'q, hammasi farzandlarim qoldi. Emizakli bolamni ham berishmadi menga. Yo'q, men shunga oydinlik kiritmoqchiman. Bolalarni tashlab Ha. qizlik uyingizga ketgansiz, to'g'rimi? Qachonki bolalarga boquvchini yo'qotganlik to'g'risida aliment, to'yis yordam puli tayinlangandan keyin bolalarga da'vo qilgansiz. Unda emas gap, unda emas. Yo'q, O'sha shu paytga ham narsa qoldik, o'zim yugur. Bo'lganmi demoqchiman. Yo'q, o'ndan payti misol uchun dokument qilib, bolalarimga boquvchi yo'qlar haqidagi olardik, pensiyani olardik. Lekin men ketishimda misol uchun agar shu qaynopamlar ko'ngilda bo'lganda, emizakli bolamni meni qo'limga berib jo'natardi. Ular beshikdagi bolamni bermadi menga. 25 odam bo'lib borib oldik. hozir o'sha borgan uyingizdagi ko'rinish, ahvol, vaziyat qanday ekanligini bilish imkoniyati bor bizda. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Mana bizda gazimiz, bunda ovqat qilamiz, bunga choy qo'yib choy damlaymiz. Bu mana xolodilnigimiz. Bu ukamlarning uyi, ukam bolalari bilan yotadi. Chiqamiz bu yerda. Shu yerda farzandlarim bilan, onam bilan shu yerda turamiz. Shu yerda men, onam, shu yerda farzandlarim bilan yotamiz. Biz mana shu sharoitda isinamiz, mana shu fichkadan foydalanamiz. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, katta o'g'lingiz mana shu xonadonga borganida siz uni uyga kirgizmasdan haydab yuborgan ekansiz. Yo'q, unday qilmaganman. Uyga kirgizib har safar bolalarini ko'rishga borganda qaynolam uyga kirib choy qo'yib bir choy damlab hangamaqa o'tiradi. Lekin men borganimda farzandlarimni ko'rsatmasdi. Siz qaysidir o'sha chumchuqxonalardan qayerdadir istiqomat qilgan ekansiz, siz emas, buvilar kirgizmagan ekanlar. Shunday voqea bo'lganmi? Yo'q, yolg'on gapiryapti.
man mana bir marta borganda to'g'risini men aytay. Borganda men non yopaytirdim. Bizni o'chog'imiz uyimizdan nariroqda-da, birov chaqirsa, uni qilsa eshitmaymizda. O'shanda darvozadan kirib chaqirgan. Men eshitmaganman. Men o'shanda non yopaytirgan bo'lganman. Siz uni haydab yubormadingiz. Yo'q, men keyin Siz chaqirdim. xonalarda yashab yurganmidingiz? Mana shu qaynopamlar kiyib bezovta qilib qo'ni qo'shnilar oldida sharmanda qilgandan keyin opam ukamlarga ham tuhmat qilib rosa janjal qilishdi. To'g'ri, dalada bir cho'chqaxona degan joy bor edi. Cho'chqaxona. Dala ferma edi, fermerlar yashardi. Ilojim yo'q, o'sha yerda 15 kun turdim. Mana shu qaynopamlarni sig'dirmay uyga kelib janjal qilganim. Meni bolamni pensiyasi bilan kun ko'rayapsan dedi, menga aytdi. Meni 2 bolam bor, men bunday ona holatda emasman. 2 bolam boqadi meni. Tushunarli. Bizga yozgan murojaatingizda farzandingizdan tashqari avtomobil bilan bog'liq qandaydir sudlashuvlar bo'layotganini eshitdik va tushunishimcha onangiz ham majburiy ijro byurosidan norozi. Shundaymi? Endi men misol uchun men uchun emas, 5 ta farzandi uchun xo'jayinimning nomida shu mashina. Menga umuman hech qanday boylik yo mashina kerak emas. Men uchun bermasa shu 5 ta farzandlarini kelajagi uchun. Mana peshonamga uy ham bitta, Xudo xohlasa 3-mart kuni chiqaman. Davlatimizga rahmat. Bular jigarlarni o'ylamadi. Davlatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan yangi uylar berildi. Xudo xohlasa 3-mart kuni chiqaman. Tushunarli. Demak, bizda maxsus video bor. Unda aytilishicha, onangiz, ya'ni siz majburiy ijro byurosi ijroni ta'minlamadi degansiz. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Marhamat. Ikkita uchastkovoyimiz, keyin 2 ta odam keldi. O'shani dedi, endi birinchi qizim bilan gaplashdi. Siz shunaqa qog'ozlar topshirmagansiz, bizda yo'q dedi. Shu bilan keyin bir haftaga kechiktiringlar dedi. Keyin lekin qizim endi rozi bo'lmadi. Bir hafta qoldirishga. Shu bilan keyin ular keyin ketdi. Meni qizim lekin rozi bo'lmadi. Endi ishni boshladim. Oxirigacha endi shu ishni amalga oshiramiz. Menga yordam beradi ular dedi. Gap tushunishimcha avtomobil bilan haqida ketyapti. Yo'q, men majburiy ijroda biz mana ochiqchasi gaplashishimizga murojaat qildik-ku. Ular shundan keyin bizga keldi 18-kun soat 9larda bu ishlarini kechiktiringlar, arizalarni qaytarib qo'yinglar. O'zimiz 3-4 kunda bolani ham shu summa pullarini ham olib beramiz dedi. Biz men avtomobildan norozi emasmiz. Shu chiqqan mana shunda kechiktiringlar, chiqmanglar televideniyaga. Shuni kechiktiringlar deb bizga murojaat. Kim keldi? Majburiy ijrodan keldi. Ism familiyasi bilan ayting, kimlar keldi? Men ismini bilmayman-da, majburiy ijrodan keldi. Uchastkovoy. Qiziqmadingizmi? Kimsiz? Kimsiz? Farruhmidi ismi? Oldin ham Sardobada ishlardi-da. Farruh o'zimiz uchastkoylarimiz keldik. Demak, ular tushunishimcha televideniyaga chiqishingizni xohlashmagan. Xohlashmadi. Hozir mana qarshilik ham qilishgan. Qarshilik qilib 3-4 kunga kechiktiringlar deb so'rashdi. Shu meni qizimga boylik kerak emas. Shu o'g'li, farzandi, meni 4 ta qiz masalan, u qizlar kishi bandasi. Kelajakda-da. Suyanganim turmush o'rtog'im o'tgandan keyin shu farzandimga suyanganman. Erta kelajagim shu o'g'lim bilan. Farzandingiz nechaga kirgan? 16 ga. Endi farzandingiz mana ombudsman o'tiribdi, уже yoshi ulg'aygan, o'zini fikriga ega bo'lgan shaxsga aylangan. Farzandi o'zida ham xohish bo'ladi, yo onani tanlayman, yo bunisini tanlayman degan. Bundan oldingi uchrashuvda ochiq muloqotda ko'rdik, Namangandan keyin unda bolasi kichkina edi. Bu yerda zaharlashgan dedi. Agar siz farzandingiz yosh bo'lganda unda tushunsak bo'lardi. Uni zaharlagan yo bir qaysi ma'noda o'ziga og'dirib olgan degan. Endi 16 yosh ham bu kichkina yosh emas. Misol uchun bizga ham biror yomon gapirsa ham boshqa misol siz ham menga yomon gapirsangiz boshqa tarafga qarab o'girilaman. Yosh nihol daraxti misol uchun to'g'ri eksa shu parvarishlab ketadi. Bu yosh bolani boshida miyasini zaharlaganingizdan keyin onaman. Siz onasiz. Farzand xolasa xolamasa onasiga qarab talpinadi. Demak, o'rtada nimadir bo'lgan, shuning uchun farzandingiz hech o'rtada hech qanday nizolik bo'lmagan taraf yugurgandir balki. Yo'q, menga Farzandingiz siz bilan umuman yashashni hozirgi holatda xohlamayapti, chunki uning fikricha siz uyda emas, fermada yashab yurgan ekansiz. Yo'q, fermada emas. Men bilan yashaydi. Mana 3 yil. Mana uy joyimiz. Qo'shnimni taklifim, qo'shnim aytadi, mahalla raislarimiz bor, fermada emas, onamnikida yashab yuribman.
Nega firmada ukamlar turib, nega firmada yashayman? Lekin 15 kun to'g'ri shu dalada yashaganim, kelib turib g'urbat qilib, ko'chada janjal qilib, hammaga sharmanda bo'ldi. O'g'lingiz o'sha yashab yurgan manzillaringiz haqida bizga intervyu bergan, e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Uning fikricha, siz o'sha fermalarda, cho'chqaxonalarda yashab yurgan ekansiz. Balki shuning uchun ham farzand ona bilan yashashni istamayotgandir. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Marhamat. Tog'am ularga sharoit yaratib berishini aytib o'tgan. Keyinchalik esa ularga sharoit yaratib bermasdan ko'chalarga chiqarib yuborgan. Yashagan, cho'chqaxonalarda yashagan mahalla fuqarolar, mahalliy faollar tomonidan bir uyga borib qo'yilgan, lekin u yerdan ham 2019-25-mayda chiqarib yuborgan. Keyinchalik esa tog'amning uyiga kelib yashagan. U yerda men yashay olmayman, chunki u yerda o'zlari cho'chqaxonada yashab yurgan. Men u yerda qaytib yashayman. Shart sharoitlari bo'lmasa, o'sha ko'cha-ko'yda yashab yurishni xohlamayman. Shu yerda otam chirog'ini yoqishni xohlayman, chunki ota-oyim shu yerda tug'ilib o'sganman. Shu yerda o'rtoqlarim, sinfdoshlarim bor. Yashasin, lekin onasidan kechmasin. Mayli, bizga boylik ham kerak emas. Onasidan ketishiga asosiy sababchi qaynopangizmi shunda? U qayirganmi sizga? Yo'q, menga qarangda, o'sha 14 kun yashaganimda ko'p onalarda ham masalan o'sha bolalar o'tirardi. Bolalar o'tirganda aytardi-da, seni otangni onang o'ldirgan derdi. U Xudodan kelgan ajal-ku. Masalan, o'sha bola ham mana shu miyasiga o'tirib qolgan. Seni onang unday, seni onang bunday deb mana o'qigan. Men aytardim, Qizlarim hozir opajon, bizga Xudoga shukr, mana shunday kiyintirib, bizni dugonalarimiz, sinfdoshlarimiz qatoriga qo'shgan uchun rahmat aytib, 5 yashar qizim hozir kelaman dedi, mana men bilan yonimda yurdi. Akajonimni olib keling deb sog'indim dedi. Tushunarli. Hozirgi vaziyatda yana bir savolingiz bo'lsa marhamat bering. Bir narsaga oydinlik kiritishimiz kerak. Hozir mana savol bo'ldi. Siz uydan o'zingiz xohishingiz bilan chiqib ketgansizmi, yo sizni qaynopangiz haydab yuborganmi? Shunga bitta oydinlik kirgizaylik. O'z xohishingizda. Rahmat. O'z xohishim bilan chiqib ketmaganman. Mazzam bo'lmagan. Ana shu o'g'lim telefon qildi uydagilarga, mazzam yo'q edi. Undan oldin uyda janjal bo'lgan. O'zimni ko'tara olmagan hol bitta uyda kelinman, xizmat qilishim kerak. O'sha o'g'lim telefon qilib berdi annalariga. Opajon dedim, meni sog'lig'im yo'q, mazzam yo'q dedim. Meni olib borib 3-4 kun qarating dedim. Uydagilar qaratmadi, misol uchun qaynopchamlar ular. Shulardan so'rab bir ish qilinadi. Keling, hozir studiyamizga qaynopani taklif qilamiz. Haqiqatdan ham u farzandiga seni onang bunday, unday deganmi, yo'qmi? Mana shu savolga javob olamiz. Sizlarni o'rganing. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Tushunishimizcha, demak, Og'abekka siz ko'proq mehr bergansiz. U sizni ko'proq yoqtiryapti, siz bilan yashashni xohlayapti, lekin buni evaziga siz Og'abekka seni onang bunday, unday deb yomonlaganmisiz? Yo'q, unda hech qanaqangi yomonlash boshqa narsa bo'lmagan. U o'zining fikri, o'zining xayoli, u o'zi hal qiladi hammasini. Sizni nazaringizda haqiqatdan ham bularni turmush o'rtoqlari vafotida opamiz aybdormi? Umuman aybdor demaganmiz biz. Tepada Xudo ham turibdi, boshqa ham turibdi. Hech qanaqa unaqa gap bo'lmagan. O'sha 2016-6-mart kuni ukam soat 11:30-12 ham birlar atrofidami 3 ta alkash qassoblar bo'lgan. O'shalardan olib ketayotganda yo'ldan chiqib ketib, mashina avariyaga uchragan. Uchalasi hech narsa qilmay meni ukam vafot etdi. Onsonmi? Biz jigarimizdan, yolg'iz ukamizdan ayrildik. 85 ga kirgan onam yolg'iz o'g'lidan ayrildi. Hech qanaqa u yoqqa gap bo'lmagan. Avariyadan o'lgan. Hech qanaqa biz buni aybdor ham qilganimiz yo'q, boshqa ham qilganimiz yo'q. Hech qanaqa aybdor deganmiz. Farzand nima uchun ona bilan ko'rishishni xohlamayapti? Sizni o'zingizni munosabatingiz qanday? Yo'q, men uni bilmayman, o'zi biladi uni. Men uni ko'rishni ko'rmasligiga men nima qila olmayman. Ijrochilarga ko'rishtirmadi. Ijrochilar bilan ham bordim, 2 marta ko'rishtirmadi. Hech qanaqangi bizlar qarshilik bo'lmagan. 4 yil bo'lgan bo'lsa, 2 yil deganda bir keluvdi. Bizni ijro
tarafimizdan xodimlarimiz borgan, bu borgan paytda u yo'q edi. Chaqirib berishga harakat qildik, qarshilik qilmaganmiz. MEF xodimlari bo'lsa aytsin, mening hech kimim emas. O'zingizni munosabatingiz qanday? Nima uchun Og'abek onasini bu darajada yomon ko'rib qolgan? Onalik mehrini bera olmasa nima qilamiz biz? Beshikda, hattoki o'sha tug'ilgandan keyin olib qo'yganingiz, mehrini bermaganingiz, ayganingiz rostmi? Bu yerda noto'g'ri bo'layapti. Men olib qo'ymaganman. O'zi onam bo'lgan. Masalan, ona ena uchun farzandining bolasi mag'zidan dana shirin demaydimi? Mening onam mana 85-88 da ketdi. Onamning o'zining bag'rida katta bo'ldi. Bularda faqat emizikli bo'ladi. O'sha ukam tug'ilib kelgan kun ukam tug'ilib kelgan kuni o'sha kun onamga berdi. Eplayapti dedi. Emgizib ketardi, onam ertalik kech onam qaragan. Faqat emizikli 4 farzand kecha yaqinda ham onamning bag'rida. Onam bir o'zi yotmaydi-ku. Xo'p, opajon, mana shu ayol sizni xonadoningizga kelin bo'lib tushgandan keyin sizlar bitta hovlida yashaganmisizlar? Yo'q, alohida bizlar. Nima uchun ular hozir aytishi bo'yicha qaynopam aralashgan ko'proq shu nimaga, farzandlarning tarbiyasiga? Yo'q. Yo'q, shular yoqda turib, misol turmush o'rtog'i yo'q. Sizni yashash joyingiz boshqa joyda, to'g'rimi? Hozir jiyaningiz siz bilanmi? Hozir jiyanim men. Demak, o'sha sizni ukangiz o'lib ketgan xonadondanmi yoki sizni uyingizda alohidami? Yo'q, o'zim ukamning yashayotgan xonadondaman. Demak, siz ham o'sha yerda yashaysiz. Hozir alohidaman deyapti-ku. Yo'q, oldin bo'lganmanmi, bu tashlab ketgandan keyin men kelib onam bilan 5 bolaga men qaraymanmi? Kim qaraydi? Tashlab ketgan. Hech tashlab ketmaganman. Bu yerda hozir bitta narsa bo'lyapti. To'xtang. Sizni alohida uyingiz bor, to'g'rimi? O'zingiz. Eri yo'q, bolasi yo'q. Bola kerak bo'lgandan hayotda o'sha xonadonga, o'zingiz tug'ilib o'sgan xonadonga qaytib kelgansiz. Sharmandachilik qilib yurmash kerak. Tashlab ketgandan keyin men qaraymanmi kelib? Kelinni o'zi qaraveradi, siz kelishingiz shart emas. Biz ham kelinmiz, qaynonamizga biz ham qaraganmiz. U ham qaraydi. Siz nimaga qaraysiz onangizga? Siz boshqa joyda o'tirasiz, o'sha joyingizda o'tirasiz. To'xtang, nimaga tashlab ketadi? Nimaga tashlab ketadi bolalarni o'sha kuni? Tashlab ketmaganman. Qarangda, men aytib Siz haydagandan keyin ketadi-da. To'xtang, aralashma. Men siz uchun kelmadim. Bu yerda keling dedi, keldim. Mana shu tushuncha bo'ldi, katta rahmat. Tushunarli. Men savolga javob berayin, boshqa aralashmang. Xo'p, ketib qolganlariga sabab nima deb o'ylaysiz? Biz uyda edi, ukam o'tdimi? Yolg'iz ukam o'tdimi? Onam bormi? 85 dagi onam bormi? Uyda o'tiribmizmi? Hech qanaqa gap bo'lgan yo'q. Mashina signal berdi. Keyin bu kelinmaganda qara dedik. Kelavermadi, keyin men chiqdim. Qarasam, nariyoqda darvozadan nariyoqda ukasi telefon qilib yotdi, bu gaplashyapti, singlisi kelini ukasi kelgan. Biz aytib o'yladikki, bular ko'rishga kelgan, opani jigardi deb o'yladikmi? Uyga chaqir dedik, kiravermadi, kirgizdik. Biz quvganimiz yo'q. Mana olib ketmaysan, onam faqat ketmaysan dedi. Onam shunaqa deb tarmashdimi, faqat ketmaysiz. Odamlar qo'yapti. Biz quvganimiz yo'q. Ketmaysan dedik. Onamni urmoqchi bo'ldi. Odam nega nafot yolg'on? Agar men mana shu yerda tishimga qo'yib yashamaganda, eli xalq bilar edi. Bir kun yashamasdi. Keyin biz kelar ekan deb o'yladik. Agar dunyoda farzand kerak bo'lsa, o'zi bolani tug'ib tashlab ketmasdi. Oqaltin tuman fuqarolik sudidan bolalarni olish uchun chaqiruv qog'ozi keldi. Keyin Xo'p, tushunarli. Bo'ldi, siqilmang. Tushunishimcha, sizni keliningiz ham siz bilan birga kelgan. Keling, hozir studiyamizga singlingizni ham taklif qilamiz. Nimagadir hozir mazangiz qochayotganligini aytishyapti. Hozir bo'ldi, stop, bo'ldi, o'chirib turing, mikrofonni o'chirib turing, bo'ldi, savol, stop. Hozir mana bularning fikrlarini eshitib olaylik, undan keyin ketib sud orqali olganlari fakt. Sizlar hozir shu masalaga to'xtalamiz, Xurshid aka. Hozir to'xtalamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bularning fikricha bir emas, bir nechta kelinni uydan nima bo'lgan? Endi men misol uchun 3-ayoliman. Agar hamma kelin yomon bo'lsa, misol uchun qaynona yaxshidir yo kelin yomon yaxshidir. Endi misol uchun men mana Sizni bu vaziyatga fikringiz qanday? Nima uchun Og'abek onasini emas, ammasini tanlayapti? Bu farzand katta qilmaganlar. Onam katta qilgan 5 farzandni. O'zi mahallasiga borib, hammaga maqtangan. Meni bola qaramayman. Qaynonam qaraydi degan. Yo'q, tuhmat emas. Xudo bor, men Xudodan qo'rqaman. Sen qo'rqmasang, men Xudodan qo'rqaman. agar farzand shunday bo'lganda o'zingni hurmat qilsang, birovni ham hurmat qilasan. Eshitaylik, iltimos. Sen o'zingni hurmat qilsang, birovni hurmatiga yetasan. Yo'q, Xudo senga ko'rsatsin, menga emas. Meni urdirib, qanday qilib
uyga bir kun kechikib kelganimda qaynonam bilan mana shu karavotda opcham o'tirdilar. Shunday oshxonaga olib kirib qulog'imga urdingiz, bir haftagacha garang bo'lib yurdi. Qaynapalar gap desam gap ko'payib ketadi. Gap desam gap ko'payib ketadi. Mayli gap ko'payib. Men onam 75 ga kirib, bozorda огородdan karam olib chiqib bozorga sotadi, bolalar uchun. Karam sotadi. Bolgarskiy sotadi. Ertalab bozorga ketamiz. Men opacham, onam bozordamiz. Bolani 6 oylik bolani yiqitib qochib ketib yorgan. Og'abek 6 oylik bolani tashab qochib ketib yorgan. Xudodan sen qo'rq endi. To'xtab tur. Kim yiqitdi? Sen qochib ketgansan. Ukam chaqiryapti bizni. Yiqitganim yo'q. Birinchi ketish o'shanda bo'lgan. Biz hech bu yerda 17 ga kirgan bolani 6 oylik kravatdan tushib ketgan. Bo'lmagan. Voy Xudo. Xo'p, tushunarli. Bir-biringizni hozir mana 5 ta yetim farzandlarimni bola ursin. Meni shunday bolamdan ajratdingiz, senlar ham bolanglar. katta rahmat. Bu yerda tushunishimcha mahalla raisi ham bor. Kim bu yerda mahalla raisi? Bormi mana shu mahalladan kelgan rais? Siz-a? Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bu oilalarga sizni munosabatingiz qanday? Mana shu vaziyatgacha kelib qolishda mahallaning qandaydir o'rni bo'ldimi? Eshitamiz, marhamat. Ozoda bilan men o'sha 1 yildan beri oilasini muammosini o'rganib chiqyapman. Ozoda aytayapti, mendan majburlab olib qolgan ular deyapti. Keyin men bir necha bor taklif kiritdim. Ozoda shu mahalla faollarini yig'aylikda, shu narigi mahallaga boraylik. Masalaga oydin kiritaylik deganda bu ayol menga aytdiki, siz bilan mahalla faoli hal qila olmaydi bu masalani. Bu masalani faqat sud orqali hal qilib olamiz. Sud orqali hal bo'ldi, tushunishimcha farzandlarni sud orqali olgansiz, shundaymi? 25 odam yomon bo'lsa 4 yil qatnadi. Endi qarang, o'sha 5 ta farzandingizdan 4 tasini stop. Sud orqali olgansiz. Onam qatnadi, bolalarimni bermang dedi. Yomon bo'lsa yurdingizmi? Ayting. 25 odam qatnadi qaytarish uchun. Kechirasizlar. Nima uchun o'z farzandlarini sud orqali oldilar? Biz bilmaymiz. Meni qaragan. Bermadi. To'xtang. To'xtang. Taksirdan borganimda ana shu shopirda iloji bo'lmadi, agar kelardi. Agar iloji bo'lganda kelardi. Onadan bitta narsani oydinlik kiritib olay, ruxsatinglar bilan. Bu kishi o'rtada bo'lmagan. Aytingchi, mana hozir auditoriyada hamma eshitdi, adashmasam, siz chiqib ketgan kuningiz, sizni olib ketganini ukangiz, singlingiz kelishgan, to'g'rimi? U holat tuman bo'lib turgan joyi qanday qilib bitta o'zingizni haydab ko'chaga chiqarishgan deb tushunarli bo'lardi. Opa, singlingiz, ukangiz o'sha yerda birga ekan, qarindoshlaringiz, ya'ni mashinada kelishgan. Qanday qilib siz ona 5 ta bolani tashlab chiqib ketdingiz? Hozir bu bir savolim. Ikkinchi savolim. O'sha siz yashab turgan joyda, sizni haydayotgan joyda mahalla, uchastka noziri degan narsa bor. Bitta o'zingiz emassiz. Faraz qiling, oldingizda ukangiz, singlingiz, qarindoshlaringiz birga bo'lishgan. Nega joyda mahallaga murojaat qilib, uchastka noziriga chiqib, bolalarni o'zingiz bilan olib ketmadingiz? Olib ket, bu yerda ketish niyatim yo'q edi. Men farzandim mazam bo'lmagandan keyin shu chaqalog'imni ham ber desam, beshikda mana shu eshikda oldida turib bermadi. Nima uchun meni emizakli bolamni bermadi? Agar farzandimni berganda men 5-6 kun davolanib, yana qaytmoqchi bo'ldim. Bular olib ketgandan keyin men ertasi kuniga Og'abek bilan olib Aha, eshitib gapiramiz. Og'abekni olib o'zimiz mahalla raisi o'sha payt Asqar aka deganida, ertasi kuni borib aytdim. Biznikiga kelishdi dag'ana, bizni kelinda olib ketib qoldi deb aytganman. O'sha mahalla raisiga men kechada borgan muxbirlarga ham aytganman. Men o'zimni oqlaganman, kelib olib ketgan. Kelsa menga aytgin dedi. Ular kelmadi. Faqat sud aralashmasdi bu oilaga. Faqat kelmadi-da sud orqali chiqyapti. Qarorga qilmadi-ku. Chiqmaydi. Sudga ham borib ketadi, kelib ketar ekan, bilmayman. Men tushunmayapman, mana bular aytibdilarki, farzandlarni sizlar ruxsat bermagansiz. O'zlaringizning farzandingiz bormi? Xudoga shukr. Farzandingiz farzandim bor. Sizniki bormi? Yo'q, oramniki yo'q, opamniki. Aha. Meni 3 ta farzandim bor. Shu farzand yo'qligidan farzand qadriga yetmayapti-da. Yetmagan uchun boqib o'tirgan ekanman. To'xtab turing, xonim. Ukamning bolasi. Xonim, to'xtab tashlab ketganim yo'q-ku. Agar men 4 ta farzandim, qizimni tashlab ketgandim, 4 yildan beri qaytmaydi. 4 yildan beri qaytmaydi bu. Hayotini o'zi yaxshi bo'lishini xohlaydi. Tushunarli bo'ldi, katta rahmat, tushunarli. Ana endi menimcha mana shu nuqtada Og'abekni o'zini taklif qilamiz. Va nima uchun ammalarini ko'proq tanlayapti, onasini nima uchun yomon ko'rib qolganligini bilamiz. Umid qilamizki, uni ongi boshqa narsalarga zaharlanmagan. Og'abekni studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat.
Xush kelibsiz. Assalomu alaykum Og'abek. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Bu yerdagi vaziyatni eshitdingiz. Siz bilan mening nazarimda bemalol gaplasha olamiz. 16 yoshga to'lgansiz. Esingizni tanigansiz degan umiddamiz. Nima uchun onangizni bu darajada xushlamaysiz? Onam 2016-yil 6-marta daromad olamdan o'tdi. 2 oy yashadimi, yashamadimi, tashlab ketdi. Kasalman, kompot yeb o'tdi. O'sha oldin kompot yeb o'tdi. Shundan atrelni bo'lgan. Bu yerda ammam bor edi, 4 ammam bor edi. Aytdi, shunda de bansaga yotdi, atrelni bo'lgan bo'lsang dedi. Yo'q, yotmayman, unday dedi. Keyin men ukasiga telefon qilib berdim. Ukasi keldidagining shunaqa olib ketdi. Kerak bo'lsa. Onang-ku. Ukasi tog'am emas. Tog'am emas. Shunday keldi. Ya ko'p gapirmay. Men farzandim. Orqada eshitib turibman borku, mana deyapti, yolg'on gapiryapti hammanasi. Yolg'on. Men bilan onam desa, onam bo'lsa borku, katta qilib qo'ysin borku. Hammasi sen tiqib, ichdan tiqaveradi. Mana shular vongini zaharlab. Ko'p gapirmay. Nima tarbiyam buzasiz? Onangga baqirmagin, to'g'ri gapir. Kim gapiryapti? O'shandan bo'lgansan-ku, seni tug'dirib qo'ydi shu oya. Seni tug'dirib qo'y, mani tug'dirib qo'ygan bo'lsa borku. U sen zaharlashib o'tdi men bittalar. Siz to'g'ri gapiring. Mani tug'dirib qo'ygan bo'lsa, katta qilsin, qarasin, unday qilsin, bunday qilsin. Va meni katta qilmagan-ku. Nima katta qilmagan? Tushuntiring, qo'shilmasin gapimga. Men gapiryapman. Siz yashab bilmagansiz oilada qanaqa sharoit. Bo'ldi, stop, rahmat katta bo'ldi. Yana qaynona ko'rgan. Bo'ldi, tushunarli. Qaynonam betiga chopmaganman, urmaganman. Bo'ldi, o'rtoqlar, bo'ldi. Stop, bo'ldi, o'rtoqlar. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Iltimos qilaman. Janjal tashladingiz. Bo'ldi, o'tiring. Janjal bo'ldi, stop. Ishlashyapti, nima haqorat haqorat qilmaydi. Og'abek, bo'ldi, jim. Bo'ldi, katta rahmat, iltimos sizdan. Og'abek, men bir narsani aytmoqchiman sizga. Stop. Mayli, ayting, siz ham, men ham hammamiz mana shu o'smirlik davridan o'tganmiz. Lekin bir necha yildan keyin mana shu qo'polligingiz uchun o'zingizdan afsuslanib, o'zingizdan uyalib qolishingiz mumkin. Har qanday vaziyatda, nima bo'lmasin onangiz, hozirgi vaziyatda balki oldilariga borib, qandaydir qo'llab-quvvatlash haqida o'ylab ko'rasiz. Eshitamiz, marhamat. Sizni eshitaylik. Og'abekni eshitamiz. Bo'ldi, eshitsin. Bola umuman tarbiya ko'rmagan, agressiv, juda ham agressiv. Tarbiya ko'rmagan, juda. O'zlarini eshitaylik, iltimos. Bular tarbiya ko'rganmi? Ko'p gapirmaysiz. Menga to'xtab turinglar. Sizlar hammamiz bilan urushdan keldinglarmi? Qanaqa oilasizlar? Bo'ldi, stop. Sizlarni tinchlantirib bo'lmayapti. Bitta narsa. Bo'ldi, jim bo'linglar. Bu yerda men gapiray. Iltimos qilamiz, sizni eshitgan bo'lardik, chunki bu vaziyatda psixologlar ham, boshqa yuristlar ham yordam bera olmaydi. Marhamat. Avvalo, bismillahirrohmanirrohim. Men bu yerda o'tirib, noto'g'ri joyga tushib qoldim deb o'ylayapman hozir. Biz ham ketmoqchimiz, bularga gap. Nima desa, men ikkita opa singilga bir murojaatim, kim bularga murojaatim. Bular jim o'tiray, o'zingizdan kattaga hurmat qilib gapiring. Sen hurmat, sen onangni hurmat qilmayapsan-ki, qanaqa yigitsan? Opa, maylimi? Mayli, hozir. Eshitaylik, iltimos. Bu haqida gapiramiz hozir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, dunyodan o'tganlaringiz haqida sizlar borishdan oldin xabar keladi dedilar. Ya'ni sizlar o'tganlaringizdan keyin ukangiz bilan uchrashasiz. Bu haqida hadis bor. Allohning huzuriga borishga ishonasizlarmi yo ustunmisizlar? Yo'q. Ishonasizlar, ha? Alloh deyman, avvalambor. Mayli, endi demoqchiman. Ukangiz bilan uchrashganingizda nima deb javob berasiz? Birinchi o'rindagi savolda endi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam men ukamizga murojaat qilmoqchiman. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning oti nima? Muhammad alayhi vasallamni. Muhammad alayhisolatu vasallammi? Siz shu zot ummatimisiz? Ha, albatta. Bu kimingiz? Onam. Onangizmi? Ona qilmagan ekan, onalik qilmagan. Bu sizga onalik qilish shart emas, kimingiz? Onam, tug'ib qo'ygan onam. Onangiz, to'g'rimi? Shuni tan olasizmi? Tan olaman. Sizni emizganmilar? Emizgan, katta qilmagan yo'q. Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Qur robbirhamhuma kaba robbayoni sag'ira. Sizlarga dedi, ey Muhammad ayting, yoshligingizda sizga qanday rahm qilganmiz? Emizganmi? Emizgan? Sizga mehr ko'rsatganmi? Ko'rsatmagan. Siz tushunmayapsiz gapimni hali ham. Emizganmi? Oddiy savol. Mana qarang, emizgan. Siz savolga javob qiling bo'ldi. Emizgan. Bo'ldi, yo'q, bo'ldi. Albatta. Bo'ldi. Sizni emizganmilar? Ha. Alloh taolo nima deyapti? Kichkinaligida rahm qilganing singari siz ham oldingizga qaraydigan bo'lsa rahm qiling deyapti.
Siz dunyoda abadiy yashaysizmi yo'q o'tasizmi? Yo'q, o'taman yo'q. O'tasizmi? Har bir inson dunyoga ustun bo'la olmaydi. Ustun bo'la olmaysiz, to'g'rimi? Onani agar norizo qilib millionta rakat namoz o'qisangiz qabul bo'ladimi? Bo'ladimi? Bo'lmaydi. Ha, yashang. Shuncha odam sizni Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar, bitta mayit o'tib ketayotgan paytda. Bu jannati dedilar. Maqsad nima ekan kelishdan? Jannati dedilar. Xola, endi eshiting. Jannati dedilar. To'g'rimi? Ikkinchi o'tib ketayotgan unga do'zaxi dedilar. Bu yoqdagilar guvohida shunga. Men qisqaroq qilib aytayapman. Uzun hadis bu. Shuncha odam sizga raddiya berib turibdi. Minusingizga voy Xudodan topibdi deb o'tiribdi. Endi nima deysiz hozir? Yo'q, Xudodan raddiya siz o'zingiz oqlayvering men. Xudoning oldiga borganda nima deb javob qilaman deng. Shuncha odamning ichida hech bo'lmaganda, mana shu joyda kelganda onangizga assalomu alaykum deb o'tishingiz kerak edi. Agar hech bo'lmaganda million marta agar ming yomonlik qilganda, sizni sotib yuborgan paytda ham taklif qilgam yo'q edim men. Xola, men agar sizni sotib yuborganda ham kelib, salom alik qilib, onajon yaxshimisiz deb peshonasidan bir o'tib ketganingizda, hozir sizda tasavvur boshqacha bo'lardi. Hozir til ojiz sizga nisbatan gapiriladi. Bitta narsada men bu narsaga kelmaganman deyapsiz. Hech bo'lmasa Og'abekni qizg'anmasdan onasi bilan yaxshi munosabatda bo'lish uchun qandaydir bir imkon berasizlarmi? Mana, menga qarang, opasi, men sizga savolim bor. Men o'tirib sizga opasilar. Menga qarang, o'tirib joyingizga. Ona bolalar, ona deysizlar. Qani onalik qilgan? 4 ta farzandiga qarayapti, 4 ta farzandiga. Buni berib qo'ydi o'ziga. Mana xabar oldi. Mana sizlar onasi. Ona deysizlar faqat. Ona ham bolaga onalik qilishni bilish kerak. Oldin dunyoga farzand Boradi, keltiradi. Rahmat sizga. Boshqa yerlarga borib aylanib ketadigan bolasini ko'rmaydi-ku ona. Nega kelmaydi bolasini? Eshitamiz, marhamat. Siz ham onasiz, mana onangiz aytasiz boya. Farzandim 1 soat ko'rmasdan tura olmayman, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, endi mana shuchi ona o'tiribdi oldida. Haqiqatdan men hammamizni ko'rdi o'zi. Ona rozi bo'ladi-da, Alloh kimga rozi bo'ladi, shuni bilib oling o'g'lim. Shuni bilib oling siz. Sizchi nima qilsangiz ham boshqa qilishni nasihat qilishingiz o'rniga, farzandingiz nima qilsa ham onang yaxshimi, yomonmi, g'ayrimi, g'alabmi, bari ona bo'ladi. Mana to'g'ri aytmayman mana. Tasdiqlansa o'tirgan. Endichi sizdan bir nasihatim. Sizlar mana shu yo'lga solishingiz kerak edi. Yo'ladigan bir hayotimizga odam emasman. Nima ish qilsangiz ham baribir ishingiz rivoj bo'lmaydi. Biriz 2 bo'lmaydi domla aytganlarida. Shuni 2 qulog'ingizga eshitib oling. O'smir payti. Oldin dunyoda farzand keltirgan onani Monotiyasiga qolmaydi, bolang ben deyaveradi. Agar meni o'rnimda o'zini qo'yib ko'rsin, meni o'rnimda o'zini qo'yib ko'rsin. Nima qilyapsizlar? Bo'ldi, tushundik. Bizda yo'qotyapsiz. Agar boramiz qayt deb turib, nimadan qo'rqamiz? Yo boylikdan qo'rqamizmi? Bo'ldi, tushundik. Agar meni o'rnimda o'zlarini qo'yib ko'rsinlar, meni o'rnimda o'zlarini qo'yib ko'rsinlar. Og'abek, oldlariga o'tiring, cho'lab o'tiring. Biz ham Xudoning odamimiz. Eshitamiz. Maqsud 4 yil avval Hozir hamma orqasidan 4 yil qatnadik. Opajon, bir minut. O'rtoqlar, iltimos sizlardan. Menda bitta fikr uyg'ondi-da. Aha. Fuqaro sifatida bitta fikr uyg'ondiki, bu yerda farzand bilan ona yoki bir mashina emas, bu yerda uy talashishi ham bor. To'g'ri. Ana. Aniq. Bunga mol dunyo kerak. Sababiki nimaga? Mana Xudoga shukr, uy joy berildi, o'shanda yashayman, farzandlarim rohat. Sababiki bu opamiz aytib o'tdi, men oldin boshqa joyda turardim, keyin qaytib etib ketdim. Onalar o'tib ketdi. Hech kim uyda qolgani yo'q, katta hovli bor. Bu yerda asosiy negizi, bu yerda mol dunyo talashish. Asosiy qismi. Bo'lishi mumkin, bundan tashqari yana bu yerda avtomobil ham bor. O'rtadagi sudlashuvda avtomobil bo'yicha mavzu gapirgan. Hozir e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman, Jim. Og'abek avtomobil mavzusida gapirgan gapini qo'ysak, undan keyin suhbatimizni davom ettirgan bo'lardik. Mana ishxonada yashaymiz. Mana biz uyimiz bu. Yashash joyim otamning uyi. Otam 2016-yil 6-marta avtohalokat tufayli vafot etgan. Mana turgan mashinasi, avtohalokatda sodir bo'lgan mashinasi. Olib ketdi qizlaringiz. O'g'lingiz, qizingiz, keliningiz kelib olib ketdi uydan. Ana bo'lsangiz uyingizga bordim, qo'ying qizingizni, jo'nating bizning oldimizga. Jo'natmadingiz. Bolangizni jo'natmadingiz.
10 kishi bo'lib bordim uyingizga. Jo'nating uyga deb. Borgan bo'lsa, Avtohalokatdan keyin men bolalar egallab oldilar. Ular egallab oldilar. Egallab necha joyim bolalarim bor. Shuni jenishani chiqarib yo'qoldiga. Shu Bildingizmi? Sizlarga farzand kerak emas, mol dunyo, pul kerak. Menga kerak emas. Bolalar oradan bordi. Menga mol dunyo kerak emas. Rahmat, rahmat. Baribir ko'rishyapti. Ona bu qanday bolalar chiqib chiqardi? Mol dunyoga talashib, biz tarafga aytayapsiz, ular tarafga aytayapsiz. Mol dunyo kerak emas bizga. Fikringiz to'g'ri. Bu vaziyatlarga yana ham bir neytral fikr bildiradigan odam bor ekan. Qo'shni. Keling, hozir bo'ldi, stop. Yana bir neytral odamni eshitamiz, balki u qandaydir mana shu munosabatlarga asl sabab nimada ekanligini ayta olar. Qo'shnini studiyamizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. O'tiring. Sizni bu vaziyatlarga fikringiz qanday? Tushunishimcha, u bu yerda umuman boshqa gap bo'lyapti deyapsiz. Marhamat. Men qo'shni bo'laman, lekin yaxshi qiz. Mayli, taqdiri qo'shilib ikkovini bo'pti. Yana mana taqdiri peshana kuyov avariya bo'pti. Kelganda men bunga shunday rahmim keldi. Boshida o'ragan ro'moli, enida kiygan ko'ylagini ko'rsangiz, dasmal qilib bo'lmaydi. Boshidagi ro'molni shundaqa kirja bosib, bir yilga bir marta keladi. Opasinikiga bir yilda bir marta keladi. Ana shu bola 13 yashar bo'lib qolgan. Eng kichkina qizini 8,5 oyligida o'sha yerda emizayli qiz qolgan. Keyin borib hadib yugurib, keyin bo'yniga bolani 1 yashar bo'lganda olib keldi. Hozir mana davlatimizga rahmat. Ishqib qizlari ham o'zini ham mana rang oldi. Davlatimizga rahmat demak tushunarli bo'ldi, stop. Jim turinglar iltimos. Davlatimizga rahmat, uy berishibdi, lekin bularda hozir asosiy muammolardan biri bu avtomobil ekan. Sizni o'sha yuridik muammolar bo'yicha o'rgangan bu yerda ombudsman vakili bor. Bu yerda asosiy boladan ham tashqari, uydan ham tashqari avtomobil mojarosi bo'lyapti, to'g'rimi? Amirxon, avtomobil muammosi bo'yicha men o'rganib chiqdim hozir sud qarorlarini. Qaysidir ma'noda eshitib boshidan oxirigacha qarib tegishli tashkilotlarni harakatsizligi yoki sust harakatida ko'p narsa bor bo'ldi. Birinchi masala, sud qarorida o'rganib chiqqanim bo'yicha narigi taraf ham, bu taraf ham o'sha marhumdan qolgan meros mulk avtomashinaga merosxo'r deb topish to'g'risida da'vo kiritmagan. Bu turdagi da'vo yo'q. Lekin sud qarorini muhokama qilish bizga emas, tegishli yuqori turuvchi tashkilotlar bor. Kassatsiya, nazorat, sudya tushuntirish berib ketyaptilar qarorda. Aytyaptilarki, garchand sud qarorida merosxo'r deb topish ko'rsatilmagan bo'lsa-da, da'voning mazmuni shunga qaratilganligi uchun avtomashinani ozod amaldorlari ozodaga egaligi olib berilsin deyilyaptilar. Lekin kechirasizlar-yu, avtomashina bu marhumdan qolgan mulk. Qonunchiligimizda meros tabaqasi bor. Ya'ni birinchi navbatdagi merosxo'rlar, ikkinchi navbatdagi merosxo'rlar bu narsa taqsimlanmasdan turib, merosxo'r deb topilmasdan turib, to'g'ridan to'g'ri avtomobilni qaysidir ma'noda bularga olib berilganligi ham o'rtadagi nizoni kuchayib ketishiga sabab bo'lgan deb hisoblayman. Xo'jayinlar olimni o'tdi. Ayollari tirik. 5 ta farzandi bor. Mana 4 ta deylik hozir. Bu ukamiz onasini tan olgani yo'q. 4 ta deylik. Qanaqa bu meros? Bu 4 ta farzandiga qolish kerak bo'ldi. Bu yerda nima masala ko'riladi? Masala shundaki, bitta mashina ko'rilmayapti bu yerda. Masala shundaki, kelinimiz sudga da'vo ariza taqdim qilyaptilar. Bolalarni olish, meros to'g'ris avtomobilni olish to'g'risida da'vo kirityaptilar. Lekin xatoyimiz deymanmi, qaysidir ma'noda o'sha bular sudga qaysidir ma'noda huquqiy meros mulkka egalik qilish to'g'risida da'vo yo'q. Qaysidir ma'noda bular agar o'sha avtomashinaga merosxo'r deb topish to'g'risida da'vo kiritganlarida qonunchiligimizda fuqarolik kodeksida merosxo'rlar degan alohida statya bor. U yerda birinchi navbatdagi merosxo'rlar, birinchi navbatdagi merosxo'rlar ayoli, farzandlari shu bilan bir qatorda marhumning ota-onasi deyilgan. Ya'ni bularni onalari o'sha paytda hozir ham hayotlar adashmasam. O'tdilarmi? O'sha paytda hayot bo'lganlar. Lekin meros masalasi qonuniy hal qilinmasdan turib, merosxo'rlar alohida tabaqalanib ajratilmasdan turib,
to'g'ridan to'g'ri avtomashinani birinchi navbatda bularga olib berilganligi nizoni chiqargan. Bu holat kassatsiya sudlov hay'atida ozgina to'g'rilab ketilgan. Qaysidir ma'noda onalariga o'sha avtomashinani narxlangan puldan 1.460 necha million undirilgan. No, bu o'zi boshida merosxo'r deb topish to'g'risida da'vo kiritilmagani, ya'ni kimlar merosxo'rligi qonuniy tartibda taraflarga tushuntirilmagani oqibatida o'rtada nizo kuchayib ketgan. Fikringizdan keyin beri hozir bu yerda mol mulkka talashyapti, bu kushamayapti. Og'abekniki. Bitta onaning farzandimi? Mana shu Og'abekniki. Men o'sha uyimda ham ertaga shu Og'abekniki bo'ladi. Keyingi ikkinchi holat Amirxon, bilmadim, meni noto'g'ri tushunmanglar, faqat ijro harakatlarini olib borish muddati, jarayoni bor. Qaysidir ma'noda belgilangan qonuniy muddati bor. Buni juda yaxshi bilishadi. Majburiy ijro byurosi vakillari nimagadir 4 yil ichida ijro bo'lmagan. Ona ham Majburiy ijro byurosi xodimining ustidan tegishli tartibda shikoyat yoki yuqori turuvchi majburiy ijro byurosiga murojaat qilmaganlar. Bolamni olib bermayapti. Ya'ni demoqchi bo'lgan narsam, bolani olish asl jon jahd bilan bolaga yopishgan odam 4 ta farzand bular bilan faqat bittasi. Bitta farzand masalasida gapiryapman hali ham. Xo'p, agarda deylik o'sha hujjatlarni qilganda ham farzand xohlamayapti. Ayrim ko'rsatuvlardan farqli ravishda oldindan saqlanishtirilgan, rol ijro etilayotgan holat emas, real hayotda yuz berayotgan voqelik. Oldingidek boshqa kanallardagi boshqa ko'rsatuvlar aytishingiz mumkin. Bizning tok-shouda hech qachon aktyor qahramonlar qatnashmagan. Marhamat. Endi o'zi bizning vakolatimiz doirasida amalga oshirilgan ishlar haqida to'xtaladigan bo'lsam, fuqarolik ishlari bo'yicha Oqoltin tumanlararo sudining ijro hujjatlariga asosan voyaga yetmagan 5 nafar farzandni Ismoilova Mag'firat qaramog'idan Ismoilova Ozoda foyda qaramog'iga olib berish to'g'risida ijro hujjatlari byuroning o'sha sobiq sud departamentining sud ijrochi Sardoba tuman bo'limi sud ijrochilari tomonidan olib borilgan ijro harakatlari va ijro harakatlari jarayonida 4 nafar farzand Ismoilova Ozodaga olib berilishi ta'minlangan. Faqat Rahmatov Og'abek ijro harakatlarini amalga oshirish jarayonida qarshiliklar bo'lmagan, o'sha sud ijrochisi, ya'ni davlat ijrochisini ijro harakatlarini amalga oshirishda bevosita ko'maklashuvchi mutasaddi idoralar vakillarini ishtiroki ta'minlangan holda olib borilgan ijro harakatlari. Ana shu jarayonda Rahmatov Og'abekni ham onasi bilan olib ketilishiga yetarlicha sharoit yaratib berilgan. Faqat mana buni bir ko'rinishini bugungi hozirgi ko'rsatuvda ham bir ko'rdinglar, guvohi bo'ldinglar, qat'iy rad qilingan, ketish istagini bildirmagan. Shu sabab shu nuqtai nazardan Ismoilova Ozoda opa ijro harakatlarini amalga oshirish joyini tark etgan. Shunga ko'ra ish yurituvdagi ijro hujjati sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 40-moddasi talabiga asosan undiruvchilik qaytarilgan. Endi ikkinchi masala avtotransport vositasi bilan bog'liq. Avtotransport vositasi 19 milliondan ziyodroq pul mablag'ini undirish bilan bog'liq murojaat haqida murojaat qilingan. Byuro organlari ish yurituvida o'sha avtomobil bilan bog'liq 19 million so'mdan ziyodroq pul mablag'ini undirish bilan bog'liq ijro hujjati mavjud emas. Avtomashinani xatlash to'g'risidagi sudning ajrimi, da'voni ta'minlash to'g'risidagi ajrimi ijrosini ta'minlangan, ya'ni borilib ijro dalolatnoma rasmiylashtirilgan avtomashinani holati yuzasidan olib berish bo'yicha Ismoilova Ozoda opaga avtotransport vositasi ko'rsatilganida rad qilingan, ya'ni olib berilishi lozim bo'lgan mulkni o'ziga olishdan voz kechgan. Nosozligi sababli. Nosozligi hamma narsasi. Nosozligi esa, to'g'rimi? Nosozligi sababli. Avtomobilning hamma narsasini bular tomonidan yechib olingan. Men bu haqda ma'lumotga ega emasman. Sababi biz sudni ajrimini, ya'ni avtotransport vositasini xatlash jarayonida ham nosoz avtotransport vositasi nosoz holatda ekanligi to'g'risida dalolatnoma rasmiylashtirilgan. Aynan ana shu holatda undiruvchiga borib ko'rsatilganda rad qilingan va hozirgi vaziyatda bular avtomobil bilan bog'liq masalani yopish uchun nima qilish kerak? Mana qarangda, menga marhamat, bitta eshitaylik bolani. Menga qarang, ariza kelganda, sizlar tomonidan, men YouTube kanali tomonidan ariza kelgan, meni
mashinani sozlab menga yurgizgan holda tiklab berasan degan. Men uni qaytib tiklayman. O'z 16 ga kirgan bo'lsam, hech qayerda ishlamasam, maktabda o'qisam, menga tiklab yurgizib berasan degan. Men qaytib yurgizib beraman uni. Agar farzandi bo'lsam, to'g'ri bering. Agar farzandi bo'lsam, nega mashinani menga bermadi? Men otamning o'g'li keyin borku, men aytdim, anaqa nima edi? Aytdim, 19 million so'm pul chiqadigan bo'lsa dedim, 50% beramiz dedim. 50% beramiz dedim. Mashina qolsin dedim, anaqa pulni beramiz dedim. Mana bu bilan o'zimkini olib qolaman dedim. Savolim bor edi. Opa, sizga mashina kerakmi sizga? Menga farzandim kerak. Umumiy javob bering. Menga mayli. Farzandlarim uchun bersa berar, bermasa Allohdan so'rayman mashinani. Siz menga mashina sizga kerakmi, ha yoki yo'q deng bo'ldi. Yo'q, bo'ldi, kerak. Menga o'g'lim kerak. Kerak bo'lsa sudga nega murojaat qildingiz? Mana shu yerda o'tirgan odamlarga qo'shilib men ham bitta savol bermoqchiman. O'zi bu yerda nima talash bo'layotganligini biz ham tushunganimiz yo'q. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, biz men hokimiyat vakili sifatida bu yerga kelishdan 2 kun oldin borib Og'abek bilan suhbatlashdim. Mahalladan to'liq ma'lumot olganman. Bitta narsa ketyapti. Mahallada 2016-yili ishlagan rais bilan suhbat qilganimda, hozirgi kunda ishlamayapti. Suhbat qilganimda u shunday yozma ma'lumot beryapti Amirbek. Aytayaptiki, 2016-yili shu avariya bo'ldi. Ketdi deyapti. Onani sog'lig'i bo'lmay ketgan va onasi bu quda tomon bilan kelib farzandlarini olib ketishga murojaat qilib kelgan va farzandlarini ola olmagan. Hozir bu yerda mana shu ola olmagandan keyin mahallani aralashuvi bo'lgan deb yozib beryapti. Va bular ola olmagandan keyin sudga murojaat qilgan. Akam ham to'g'ri aytdi. Faqatgina siz juda to'g'ri gapni aytdingiz. Vaqtni uzayib ketgan sayin vaziyat chegallashib ketgan. Endi hozir bu yerda hech qanaqangi bir agar yechimini to'xtaladigan bo'lsak, ona mashina kerak emas deyapti. Agar biz mashinani muhokama qiladigan bo'lsak, Amirxon. Onani bolaga o'tish bo'yicha muhokama qiladigan bo'lsak, buni vakolati, huquqi bor. Demak, murojaatchi Ozoda opa bizga birinchi navbatda farzandim bilan munosabatni yaxshilash, ikkinchi navbatda avtomobil bo'yicha murojaat yo'llaganlar. Bu bir. Men bu studiyaga bugun farzand va ona bir-birini quchoqlab, qandaydir bir mehr ulashishi uchun kelgandim. Mana qarang-da. Qarang, to'xtab turing-da. Xo'p, Og'abek, qara. Ya bitta narsa, avtomobildan voz kechdilar. Bo'ldi, bu mavzu yopildi. Siz mayli avtomobil emas, o'zlarini hurmat qilasizmi, balki hozir bir quchoqlab, bir farzand sifatida bilmadim. Mana. Men borki kechirim so'raganman. Qarang-da. Men ham gapiryaptimiz. Mana qarang-da. Men dadam o'lgandan keyin sud bo'lmasdan oldin buvim, ammam hammamiz borganmiz. Ona kechiring, men sizni olib ketaman uyga dedim. Bormayman dedi. Ukani G'ulom tog'am chiqdi, mana chiqdi. Seni boqaman dedim. Boqaman, o'zim boqaman dedi. O'qishga kirgizaman dedi. Keyin dedi, anaqa nima edi, uni bunday qilaman dedi. Anaqa nima edi, har yerda yashamaysan dedi. Men uyim o'zim boqaman dedi. O'zim 2 ta farzandi bor, men sen 5 ta bo'lsang, yetalangan o'zim boqaman dedi. Men ona ketdim, men sizni olib ketaman dedim. Yo'q, bormayman dedi. Kim aytdim, yana bordim. Kirmading o'g'lim uyga. Og'ajonim. Yana bordim-da. O'tirib yurdim. U safarda ham bor-ku. Qarang-da. Men kechirim so'rab bordim. Bormayman deyishiga sabab janjal. Mana kechiraman. Kechiring mana. Stop, bo'ldi o'rtoqlar, mana eng asosiy narsa bo'ldi, jim, rahmat. Eng asosiysi Og'abek, hozir agar eshitgan bo'lsangiz, kechiring mani. Onasidan kechirim so'radi. Oldilariga boring. Bitta quchoqlab qo'yin endi, iltimos sizdan. Bolajonim, sog'indim. Tushunarli. Umid qilamizki, Og'abek nasib qilsa, bag'ringiz ochilib, Xudo xohlasa nasib qilsa, onangizga mehringiz uyg'onadi, yaqin orada yarashishadi va umid qilamizki, ammalari bunga qarshilik qilishmaydi. Qarshilik. Har qaysi muammo qisqa vaqt davomida hal bo'ladi, faqat ana shu muddat oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Biz hali yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.